Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimiz mavzusi o'rtacha, min, median, dispersiya va standart og'ish bo'ladi. Bugungi darsimizda o'rganiladigan narsalarimiz shu min, ya'ni o'rtacha ma'lumotlar to'plamining o'rtacha qiymati bu umumiy tendensiyani ko'rsatadi. Ya'ni o'rtacha qiymat topishimiz uchun to'plamdagi, ya'ni bizga nechta o'zgaruvchi qiymatlar bor bo'lsa, hammasini qo'shib o'sha nechta son bo'lsa o'shanga bo'linadi. Ya'ni sizda 5 ta son bo'lsa, 5 ta sonni qo'shasiz, o'sha 5 ga bo'lasiz. Natija bu o'rtacha qiymat hisoblanadi. Median o'rta qiymat, ekstremal qiymatlarga chidamli markaziy ko'rsatkich hisoblanadi. Dispersiya ma'lumotlar qanday kenglikda tarqalganligini raqam bilan ifodalaydi. Standart og'ish dispersiyaning kvadrat ildizi tarqalishini asl birliklarda tushunish uchun qulay. Bu standart og'ishda o'tgan mavzuyimizda ko'rgandik. Bugungi yana o'tamiz, sal chuqurroq kiramiz. O'rtacha min eng oddiy o'lchovi debdi. Mana barcha qiymatlar yig'indisi ularning soniga bo'lish. 80, 85, 90, 95, 100. Buni hammasini qo'shib chiqsangiz va 5 ga bo'lsangiz mana 90 chiqyapti. Qachon foydali? Bir tekis taqsimlangan va ekstremal qiymatlar kam bo'lsa, bu ma'lumot bizga foydali bo'ladi. Ma'lumotni o'rtacha qiymatini olganimiz foydali bo'ladi. Median ekstremal qiymatlarga chidamli o'sish tartibdagi o'rtadagi qiymat. Toq bo'lsa o'rta element, juft bo'lsa o'rtadagi ikkita elementdan o'rtachasi hisoblanadi. Misollar mana toq element kelibdi. Bitta median 90 hisoblanadi. Juft elementlar bo'lib kelganda, ya'ni juft elementlar deganimda mana bizdagi to'plamimizdagi sonlarni nazarda tutamiz. Bitta hozir median 90, 95. Bularni bir-biriga qo'shib medianni topib olamiz. Mana ikkita elementning o'rtachasi debdi. Bu degani o'rtadagi ikkita elementda juftda bizda 90 bilan 95 turibdi. Shuni 2 ga bo'linmasidagi natija bu 92,5. Demak, bizning medianimiz 92,5 ga teng. Toq bo'lganda mana 1, 2, 3, 4, 5. 5 ta son ichidagi o'rta qiymat bu median hisoblanadi. Qachon foydali? Daromad, uy narxlari va ekstremal qiymatlar mavjud bo'lgan holatlarda median bilan ishlaganimiz foydaliroq. Dispersiya ma'lumotlar qanchalik tarqalgan? Ma'lumotlar o'rtacha qiymatdan qanchalik chetlashishni o'lchaydi. Formulasi shunday bo'ladi. Kam dispersiya qiymat o'rtacha atrofda zich to'plangan bo'lsa, prognoz oson bo'ladi. Yuqori dispersiyada o'sha ma'lumotlar tarqalgan, noaniq, xavf ko'p. Bunda standart og'ish dispersiyaning qulay shakli. Standart og'ishda aytdik, dispersiyaning kvadrat ildizi bo'lib, haqiqiy birliklar tarqalishi ifodalaydi. Misol keltirsak, o'rtacha qiymatdan odatda 5 ball atrofida farqlanish. S teng 5. Standart og'ish ko'pincha ma'lumotlar tarqalishini tushuntirishda intuitivroq. Bizda ya'ni masalan dispersiyaning ildizi deb bizda masalada yoki har xil misollarda dispersiya standart og'ishga mo'ljallangan masala bo'ladi. Shu kodimizga asoslangan bo'ladi. Demak, biz standart og'ishdan nimani qidiramiz? Dispersiyani qidiramiz va dispersiyani shu ildiz ostiga olsak, masalan 25 dispersiyadan bu 5 chiqadi. Shunda standart og'ish topgan bo'lamiz.
Nima uchun bu hozir o'tayotgan tushunchalarimiz muhim? Qaror qabul qilish, shu bizneslarda ilmiy qarorlarni ma'lumotlarga asoslab qabul qilish kerak. Taqqoslash bor, trendlarni aniqlash, o'zgarishlar, har xil kundan kunga o'zgaradigan ma'lumotlar bor. Bularni tendensiya qilish kerak. Xavfni baholash kerak keyin. Endi bitta amaliy misol ko'ramiz. Sotuvlar tahlili. Ikkita mahsulot bor, har ikkisining o'rtachasi 100 donadan. Endi bizga aytibdi, mana A mahsulotimiz standart og'ish 5, barqaror sotuv debdi. Barqaror sotuv degani, masalan, 100 bo'lsa, bir kuni 95, bir kuni 105 bo'ladi. Bu sotuv uchun unchalik xavf tug'dirmaydi. Bu bir kun o'rnini birma-bir yopib ketadi. Endi mahsulot B da ko'rib turibsizlar, standart og'ish, katta tebranish prognoz qiyin debdi. Bir kun 80 bo'ladi. Mana juda ham pastga tushib ketyapti bir kun. Bir kun o'ta ham balandga chiqib ketyapti. Bu bir-birini qoplolmaydi. Shunaqa. Bir xil o'rtacha bilan ham tarqalish farqi qatorlar zaxira marketing prognoz uchun muhim degan. Mana shu aytib o'tganimdek, mana o'sishni mana A da ko'ryapsizlar, sekin bir chekama o'syapti. Bundacha mana bunda ko'tarilyapti-da, sirazi tushib, bu yana mana shu o'ynayapti. Bu yaxshi emas. Bu yaxshi natija emas. Xulosa qiladigan bo'lsak, o'rtacha, ya'ni markaziy tendensiyani umumlashtiradi, ammo ekstremal qiymatlarga zaif. Demak, qiyin misollarda bu o'rtachani qo'llash yaxshi emas. Bizga yaxshi natija olib kelmaydi. Mediumda mana aytibdi, ekstremal qiymatlarga chidamli markaziy ko'rsatkich. Bunda eplasa bo'ladi. Dispersiya bilan standart og'ish bu tarqalish xavfini o'lchaydi. Shu ma'lumotlar oldingi datadan qancha uzoqlashdi yoki qanchalar yaqinlashdi, shuni o'lchaydi. Har bir o'lchov o'z joyida foydali. Ularning birgalikda ko'rib aniq xulosa chiqarsak, shundan hozir ko'ramiz. Misollar ishlaymiz. O'rtacha qiymat. Bundan boya aytib o'tganimdek, sonlar oddiy mayda sonlarda keltirilgan. O'rtacha qiymat 2, 4, 4 ta mana 4 ta son bor. Ko'ryapsiz, natijani 5. O'rtacha qiymat 5. Biz matematik amallarni NumPy kutubxonasida bajaramiz. Shuning uchun qo'llab kodimiz ham shu o'rtacha topishdi. Mana bir xil natija ko'rsatdi. Median mana toq kelibdi. Toqlarda mana 1, 2, 3, 4, 5 o'rtadagisini ko'rsatadi. Agar juft sonlar bo'lsa 4 ta kelyapti. Mana 4 ta keldi. Shunda siz o'rtasidagini ola olmaysiz, medianni ola olmaysiz. 3 bilan 5 ni qo'shib 2 ga bo'lasiz, natija 4 chiqadi. Tushunyapsiz-a? Mana
import numpyni chaqiramiz, dataga sonlar kiritamiz. Endi print qilib chiqarayotganimizda shu np numpy nuqta median datamizni beramiz keyin. Juda ham oson. Ctrl S. Median topadi. Ya medianni 5 chiqasin. Bu hozir o'rtacha qiymatni topdik. Biz mana endi medianni hisoblaymiz. Mana median. Bu median 5 taligini topdi. Endi 4 talik bo'lsa 3 ga 7 ni qo'shdi 10, 12 ga bo'ldi 5. Natija bir xil. Dispersiya ma'lumotni o'rtacha qiymatdan qancha uzoqlikligini ko'rsatadi. Agar dispersiya kichik bo'lsa, ma'lumotlar bir-biriga yaqin. Katta bo'lsa, ma'lumotlar tarqalgan bo'ladi. Masalan 70 talabalar ballari 69, 70, 71, 72. Ballar bir-biriga yaqin, dispersiya kichik. Mana dispersiya kichik. Ham 5 chiqdi. Dispersiya. Standard deviation. Bu variansni ildizlaydi. Varians bizda 9 bo'lsa, mana standard deviation 3 ga teng bo'ladi. Qayta misol. Kutubxona chaqirganmiz, bizga shart emas. Demak, standard deviationimiz 2.23 ga teng. Qisqa solishtirishlar qilsak, vazifasi tushunchasida mean bu o'rtacha qiymat, median o'rtadagi qiymat topadi, variance tarqalish darajasi, standard deviation dispersiyaning ildizi. MLda nima uchun kerakligini aytdik. Sizlarga uyushi bo'lib qoladi. Dars uchun 10 ta savol. Shularga javob berasizlar. Keyin 5 ta mashq. Ko'rib turibsizlar. Ko'rishguncha xayr. Charchamanglar.